بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ushbu sayyidul ayyom va hajjatul sakin bo'lgan juma kunini hammamizga barakatli qilgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishga davom etamiz. Rasulullohning hayotidagi rahmat deb nomlanadigan darsimizni 27-si bugun. O'tgan darsimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jang maydonida, jang vaqtida ko'rsatgan rahmat haqida darsni boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etamiz. Bu kundalik oddiy hayotda ko'rsatgan rahmatlari ko'p edi. Endi rahmat shafqat bo'lmaydigan o'rin, jang o'rinlarida ham, hatto shu o'rinlarda ham rahmat ko'rsatishlikka payg'ambarimiz fursat topganini ko'rib, haqiqatan Allohning rahmati ekanligi, yuborilishidan asosiy maqsad rahmat ekanligini yana bir bor tushunamiz. 3-matlab ayollarga bo'lgan rahmat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini sahobalarni va umuman musulmonlarni janglarda ayollarni qatl qilishidan qaytaradi. Raboh ibn Robiyadan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan g'azotlarning birida edik. Rasululloh bir to'p odamlar bir narsani ustida jamlanib turganligini ko'rdi-da, bir kishini bilib kelish uchun yubordi. Unzur alama ishtama haula. Odamlar nimaga to'planishdi? Qarab keldi. Payg'ambarimiz ayol kishi ana shu jangda qatl qilganligini ko'rib, la yaqtulanna imra'atun va la asif. Ya'ni ayol kishi qatl qilinmasligi, jangda o'ldirilmasligi kerakligini aytdi. Roboh aytadi, payg'ambarimizga aytildi, musulmonlar qo'shining avvalida muqaddimasida Xolid ibn Valid ekan deb aytdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xolidga odam yuborib, Xolidga ayt, ayollarni va yosh bolalarni qatl qilishmasin. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan berilgan buyruq. 4-matlab. Ayrim dushmanlarga ko'rsatilgan xos rahmat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazganlar. Odamlarni payg'ambarimizga qarshi gijgijlagan, payg'ambarimizga qarshi adovat qilishlikka chaqirgan odamlar. Hatto shular ham payg'ambarimizning rahmatidan chetda qolgani yo'q. Ana shunday kishilardan Abu Azza, Amr ibn Abdulloh al-Jumahi. Qurayshning shoirlaridan edi bu kishi. Shoir degani birodarlar u davrda hozirgi kundagi bir televizion kanal edi. Siz bilan biz televizor ekrani oldida qanday o'tirsak, u davrda odamlari shoirni oldida mana shunday yig'ilishar edi. Odamlar she'rni yaxshi ko'rar edi. Bu she'r bir dostonmi, hikoyami yoki birovni bir la'natlab qarg'ashmi, hatto haqorat qilish bo'lsa ham she'rni yaxshi ko'rishadi. Mana shu Abu Azza payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va musulmonlarga qarshi ishlaydigan Qurayshning shoirlaridan edi. Said ibn Musayyab rivoyat qiladi. Badr kunida mushriklardan asir tushganlarning orasida Abu Azza ham bor edi. Hammamizga ma'lum sirat darslarida Badr g'azotida mushriklardan 70 kishi asir tushgan edi. Mana shu asirlardan biri hozirgi biz aytayotgan Abu Azza, shoir. Asirlarni ozod qilib ajratib ketishlik uchun payg'ambarimiz Qurayshga imkon berdi. Ya'ni qo'lida puli bor kelib pul berib, o'zini ajratib ketishlik kerak, fidosini berib. Agar qo'lida puli bo'lmasa, o'qish yozishni bilsa, ana shu musulmonlardan 10tasiga ta'lim, ya'ni o'qishni o'rgatib qo'ysa, shu ham fido o'rniga o'taveradi. Abu Azza payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, meni 5 ta qizim bor. Mayda, yosh qizlarim. Ularda hech narsasi yo'q mendan boshqa. Qizlarimga bir sadaqa qilgin, meni ozod qilib yubordi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qizlari uchun uni shunday fidosiz, hech qanday bir to'lovsiz qo'yib yubordi. Unga rahmat ko'rsatdi. Abu Azza hech qachon senga qarshi urushmaslikka va'da beraman dedi, ketdi. Mana endi Badrdagi mag'lubiyatini alamini olishlik uchun Quraysh mana Uhud g'azotiga qo'shin bilan yana keldi. Mana shu Quraysh Uhud g'azotiga tayyorlanayotgan paytda Safon ibn Umayya Abu Azzani oldiga kelib, biz bilan tayyorgarlik qilib chiqmaysanmi Muhammadga qarshi?
Abu Azza payg'ambarimizga bergan va'dasini aytib, men Muhammadga qarshi urushmayman deb va'da berganman. Safvon uni ko'ndiraverdi, oxiri agar sen o'ladigan bo'lsang bu jangda, seni hamma qizlaring xuddi meni qizimdek katta bo'lishadi, men boqaman dedi. Agar tirik qoladigan bo'lsang jangda qatnashib, senga bir katta bir mablag' beraman. Mana endi Abu Azza payg'ambarimizga bergan va'dasini buzib yana keldi. Subhanalloh, Quraysh g'olib bo'ldi bu jangda. Musulmonlarning 70 tasi shahid bo'ldi. Quraysh g'olib bo'ldi, ammo Quraysh askaridan bitta odam asir tushdi. Ana shu bitta odam Abu Azza edi. Allohning taqdiri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib, "Aynama a'taytani minal ahdi wal mithaq?" Menga bergan va'dang, ahding qayerda qoldi? Nima deb va'da bergan edi? Qayta urushmayman degan edi. U yana aytdi: "Ey Muhammad, men majbur bo'lib qatnashib qoldim. Meni qizlarim bor, ular yosh kichkina, meni qo'yib yubor" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga Makkada Muhammadni 2 marta aldadim deb yurishingga yo'l bermayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar shunda: "Innal mu'mina la yuldaghu min juhrin marratayn." Musulmon odam bitta teshikdan, bitta kovaydan 2 marta chaqilmaydi. Ey Osimni Sobit, ey Osim ibn Sobit, uni olib kelib bo'yniga qilich uring dedi. Uni Osimni Sobit bo'yniga qilich urdi. Rasululloh uni holati boshqalarnikidan farqli bo'lganligi uchun, kambag'al bo'lganligi uchun, mayda bolalari bor bo'lganligi uchun qilich ko'tarib kelgan bo'lsa ham payg'ambarimiz hech qanday fidosiz qo'yib yubordi. Bu payg'ambarimizni unga va uning qizlariga ko'rsatgan rahmati edi. Qo'yib yubordi. Lekin ahdini buzganligi uchun keyin bu mushrik qatl qilindi. 5-masala. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushmanlarini tirigiga rahmatli bo'lganidek, ularning o'ligiga ham rahmatli edi. Musla qilishlikdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni qaytaradi. An Abdulloh ibn Zayd qala nahan nabiy sollallohu alayhi vasallam anin nuhba wal musla. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarni, mayitlarini, jangda o'lgan mushriklarni, jussalarini musla qilishlikdan qaytaradi. Imron ibn Husayndan kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahussuna ala sadaqa va yanhana anil musla. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni sadaqa qilishlikka undar edi va musla qilishlikdan qaytarar edi. Musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lganlarida mana aytdik 70 kishi shahid bo'ldi musulmonlar. Quraysh g'olib bo'lib musulmonlar toqqa chiqib ketishlikka, qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Qaytib jang maydoniga qaytib keldi mushriklar va mana shu maydonda yotgan shahidlarning jussalarini musla qilishdi. Musla qilish bu mana shu yotgan mayitni quloq burunlarini kesish, yuzlarini tilish, qorinlarini yorishlik. Badrda chekkan mag'lubiyatini mana alamini mana shunday qilib olishdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza ibn Abdul Muttolibni quloqlarini, burunlarini kesib, jigarini qornidan yorib chiqarib chaynagan Hind bint Utba bo'ldi. Rasululloh juda qattiq aziyat chekdi. Ammo shunday bo'lsa ham mushriklarning ustidan g'olib bo'lganda payg'ambarimiz hech qachon ularni musla qilgan emas. Mana shunday qattiq aziyat chekishiga qaramasdan o'zining xulqini, axloqini, sunnatini o'zgartirgani yo'q. Endi jang qilayotgan toifalar agar g'olib bo'lsa, mag'lub bo'lgan dushmanlarning ustida xohlagan ishini qilishi mumkin deb bilishadi. Ammo islom bunday emas. Har qanday holatda ham shariatimiz zulm qilishlikdan, tajovuz qilishlikdan, zo'ravonlikdan siz bilan bizni qaytaradi. Musulmonlar bilan ana shu paytda jang qilgan mushrik qabilalar, kofir qabilalar, garchi musulmonlarni tinch aholisini kelib qirgan bo'lsa ham, musulmonlar ularning ustida g'olib bo'lganda bu ishni qilmagan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaizu billah va la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Alloh taolo ta'lim beryapti. Biron qavmni yomon ko'rishingiz sizlarni adolat qilmaslikka tortmasin. Ya'ni bir qavmni yomon ko'rsanglar, bunga zulm qilsak bo'laveradi, bularga nisbatan adolat qilmasak bo'laveradi degan xayolga olib borib qo'ymasin. Bir qavmni yomon ko'rishinglar, ularga nisbatan adolat qilmaslikka tortib qo'ymasin. Adolat qilingiz, shu taqvoga yaqindir.
Imom Qurtubiy mana shu oyatning tafsirida shunday deydi. Kofirning kufri unga nisbatan adolat qilishdan man qilmasligiga ushbu oyat dalildir. Garchi ular ayollarimiz va bolalarimizni qatl qilib, bizlarni g'amga solgan bo'lsalar ham, ularni musla qilish joiz emas. Ularga g'am va qayg'u yetkazish maqsadida musla bilan qatl qilishimiz mumkin emas, deydi Imom Qurtubiy mana shu oyatning tafsirida. Ular shunday qilsa ham biz unday qilmaymiz, chunki Alloh taolo bundan man qilgan. Payg'ambarimiz bunday musla qilishdan man qilgan. Yer yuzidagi biron bir manhajda mana shu narsa bormi? Uchinchi mabhas, yerda fasod tarqatmaslik. Fransuz sharqshunoslardan biri shunday deydi. Arablar talon-taroj qilish uchun emas, talon-taroj qilish uchun emas, balki Muhammadning dinini tarqatish uchun chiqdilar va bu din tarqadi. Sallallohu alayhi vasallam. Musulmonlarni tashqariga qo'shin bilan chiqishligidan maqsad bu talon-taroj qilishning maqsadi. Dinni yoyishligi va bu din yoyildi. Tarixga murojaat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlarni ana shu davrda ko'rsatgan ishini nima ekanligini tushunishimiz uchun shu davrda bo'lgan boshqa janglarni tarixga murojaat qilishimiz kerak. Qurtuba shahri 636-yilda musulmonlar mag'lub bo'lib, nasroniylarning qo'liga o'tdi. Qurtuba qaysi shahar bu? Qaysi mamlakatda? Kordoba. Qurtuba, Kordoba. Qurtuba 636-hijriy yilda musulmonlar mag'lub bo'lib, nasroniylarning qo'liga o'tdi. Nasroniylar Qurtubadagi eng katta kutubxonani tamomiy kuydirib tashlashdi. Mana shundan bor yo'g'i 20 yil o'tib, Bag'dod shahri Mo'g'ul tatarlarning qo'liga o'tdi. Va bular ham 500 yillik muddat, 500 yillik davrdagi to'plangan ilmni o'zida jamlagan, minglagan, millionlagan kitob va mujalladotlarni olib chiqib Dijla daryosiga oqizishdi. Dijla daryosining suvi siyohga aylandi deydi muarrix. Ana bu ularning holati. Ular g'olib bo'lgan paytda ularning qilgan ishlari. Ammo islom butunlay boshqa narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar vayronagarchilik janglari emas edi. Har qanday qo'shin g'olib bo'lganda mana shu mag'lub bo'lgan tomonni odam-podami bilan, imorat-imorati bilan qirib yo'q qilib tashlashga harakat qiladi. Musulmonlar esa hech qachon bunday qilgan emas. Tarixga qaytamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Baytul Maqdis, Quddus, hozirgi kundagi Yerusalim musulmonlarning qo'liga o'tdi. Birorta cherkovini, birorta bir ibodatxonasini musulmonlar buzgan emas. Umar ibn Xattob davrida Misr fath qilindi. Amr ibn al-Os roziyallohu anhu boshchiligida fath qilindi. Va birorta bir haykalini buzdimi o'sha sahobalar? Birorta imoratini buzib vayron qildimi? Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda hech qanday bir vayronagarchilik, imoratlarni buzishlik, uylarga o't qo'yishlik, ommaviy suratda qatl om bo'lgan emas. Ammo u davrda bo'lgan janglarda bu oddiy ishlar edi, boshqa toifalar uchun. Rasululloh Mu'taga yuborayotgan qo'shiniga nasihat qilib, "Vala taqta'anna shajara, vala taqiranna nakhla, vala tahdimu bayta." Daraxtlarni kesmanglar. Xurmolarni bir jarohatlamanglar, bironta uyni buzmanglar. Ya'ni tarixda bo'lgan emas bu narsa. Albatta o't qo'yishgan, albatta qatl om qilishgan, albatta talon-taroj qilishgan. Ammo bu musulmonlarning tarixida bo'lgan emas. 4-mabhas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning janglari qonli janglar, ko'p qon to'kilgan janglar bo'lgan emas. 1979-yili Sovet ittifoqi Afg'onistonga hujum qildi qo'shin bilan. Va mana shu urush 10 yil davom etdi. Mana shu 10 yil ichida millionga yaqin afg'onlarning yostig'i qurildi. Yana 6 millionga yaqin kishi qo'shni mamlakatlarga qochib ketishga majbur bo'ldi. Va bu urush o'lkani tamomiy vayron holatga olib keldi. Bu
ularning holati. Bu ularning holati, islom butunlay boshqa narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar bilan boshqa janglarning farqi shuki, payg'ambarimiz qatnashgan janglarda ko'p qon to'kilmagan. Hozir men statistikani keltiraman, protsentni bilan. Diqqat qilasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. U davrda bo'lgan janglarda g'olib bo'lgan taraf mag'lub bo'lgan tarafni hammasini qirib tashlasa, bu g'arib ish emas edi. Shunaqa edi u davrda. Shunaqa bo'ladi, toki dushman qaytadan kuchga kirib yana bosh ko'tarmas. Tak tomiri bilan yo'qib tashlanadi. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmasdi. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, imkoni boricha payg'ambarimiz urushmaslikka intilardi. Agar urushga majbur bo'lsa, iloji boricha tezroq to'xtashga harakat qilar edi. Mag'lub bo'lgan qo'shinni agar avf qilish fursati bormi, ularni avf qiladi. Rasululloh mana shunday bir oliy xulq, yuksak bir mustavo darajasida jang qildiki, hozirgi o'zini madaniyati deyotganlar bunday jang bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Olar, unchalik mastur. Hozir men raqamda aytaman, o'shaqa deysizlar. Ishonaveringlar. 20-asrda bo'lgan janglar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglardagi o'lgan kishilarning sanoqini aytib beraman hozir. Raqamlar tili aldamaydi. Raqamlar aldamaydi. Kitobning muallifi shunday deydi. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda, payg'ambarimiz davrida bo'lgan janglarda qatnashgan va vafot topgan musulmonlarning shahidlarini ham, dushmanlardan o'lgan kishilarni ham sanab chiqdim, deydi muallif. So'ngra bu odatlarni tahlil qilib, ularni hozirgi davrimizda bo'lgan urushlarga taqqoslab ko'rdim. Hamda ajib narsaga guvoh bo'ldim. Rasululloh jang olib borgan 10 yil. Rasululloh 10 yil jang olib bordi. Mana shu 10 yilda payg'ambarimiz davrida bo'lgan 10 yillik janglarda musulmonlardan bor yo'g'i 262 ta odam o'lgan edi. Kofirlardan esa 1022 ta. 10 yillik jangda musulmonlardan 262 ta, payg'ambarimizga qarshi urushgan mushriklardan 1022 ta. 10 yilda bir kunda qancha musulmon bo'lyapti hozirgi yilda? Ya'ni musulmonlarda qonxo'r, musulmonlarda terrorist deydi yana. Bu o'rinda bu hisobda men shu janglarda ikki tarafdan halok bo'lganlarni sanab chiqdim. Bu hisobotda faqatgina jang maydonida o'lgan qo'shinlarning adadi emas, alohida holatda o'lganlarni ham qo'shdim. Yana payg'ambarimizning janglarining natijasi chiroyli bo'lsin deb keltirilgan zaif raqamlarga murojaat qilmadim, balki sahih bo'lgan, ishonchli bo'lgan rivoyatlarga suyandim. Shunday qilib, payg'ambarimiz tirikligida bo'lgan janglarda qatnashib o'lgan kishilarning adadi 1284 ta. Endi kimdir aytishi mumkin, ha endi u davrda qo'shinlarning adadi katta bo'lmagan. O'shuning uchun o'lganlarning soni ham katta bo'lmagan. Endi bunga javob shu bo'ladiki, shu 10 yildagi janglarda, shu 10 yilda bo'lib o'tgan janglarda qatnashgan hamma qo'shinni, u tomonni ham, bu tomonni ham qo'shinni hisoblab, raqami bitta raqam va mana shulardan necha foiz o'lgan, foiz bilan hisoblab ko'rdi muallif. Musulmon qo'shinidan shahid bo'lganlarning adadi agar foiz bilan taqqoslansa 1% odam bo'lgan ekan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 100 ta odam jangda qatnashgan musulmonlardan desa, shundan bittasi o'lgan ekan. Dushmanlardan qatl qilganlarning adadi esa qo'shinga nisbatan 2%. Demak, ikkala qo'shinga bo'lsa 1,5% dan to'g'ri kelyapti. Rasululloh davrida 25 yoki 27 ta g'azot bo'lgan, 38 taga yaqin sariya bo'lgan. G'azot bu payg'ambarimiz o'zi qatnashgan jang, sariya payg'ambarimiz qo'shin chiqargan. Demak, 63 ta jang bo'lyapti. Taxminan 63 ta jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi bor yo'g'i shu janglarda qatnashgan odamlarning 1,5% qatl qilingan. 100 taga 1,5 ta degan. Bu raqam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda qon ko'p oqmaganligini dalili. Yana ham tushunarli bo'lishligi uchun birodarlar, 20-asrda bo'lib o'tgan ikkita, birinchi va ikkinchi jahon urushlarini raqamlarga murojaat qilamiz.
Birinchi jahon urushida mana qatnashgan ayrim mamlakatlarning askari, ulardan qanchasi o'lgani va tinch aholidan qancha o'lganligini raqamini aytib beradi. Rossiya imperiyasi, Angliya, Italiya, Amerika, Fransiya, Germaniya mana shu mamlakatlardan jangda qatnashgan askarlarning sanog'i 50 million 878 ming taxminan. 50 milliondan ortiq askar qatnashgan mana shu mamlakatlarda. Endi bu askarlardan 6 million 288 ming askar o'lgan. Bulardan tashqari tinch aholidan 1,5 millionga yaqin odam o'lgan. Mana shu davlatlarning hammasini qo'shganda. Bu ana shu jangda qatnashgan askarlarning 15 yoki 14% ni tashkil qiladi. Rasululloh davrida bo'lgan janglarda qatnashgan odamlarni 1,5% o'tgan bo'lsa, Birinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning 15% o'lgan. Necha barobar ko'p? Bu birinchi jahon urushida shunday bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida bu taraqqiy topgan mamlakatlarni olib borgan urush edi. Ya'ni hozir ham bular taraqqiy topgan mamlakat deyiladi, o'sha paytda ham peshqadam mamlakat deyilar edi. Bu ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlar sanog'i bilan ana shu askarlardan qatl bo'lganlarning sanog'ini hisoblab yana bir dahshatga tushamiz, birodarlar. Payg'ambarimiz zamonida o'lganlar 1,5% ekan, qo'shinga nisbatan. Ikkinchi jahon urushida o'lganlar ne adadi? 15% ekan. Ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlar bilan o'lganlarni taqqoslasa 351% bo'lgan ekan, birodarlar. Hozir men raqamlarni keltirib o'taman. Ajib. 100 ta odam jangda qatnashsa 351 ta odam o'lgan ekan. Bu degani tinch aholi ko'p ketgan. Yana takrorlaymiz, raqamlar birodarlar aldamaydi. Ikkinchi jahon urushida 15 million 600 ming jangchi qatnashgan. Ammo bu ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlarning adadi esa 54 million 800 ming. 3 barobar ko'p bo'lyaptimi? Askar 15 million, 16 million, o'lganlar 54 million. Boshqacha qilib aytganda, askarlarning sanog'iga nisbatan tinch aholining o'lishligi 3 barobar ko'p bo'lgan. Nimani tushuntiradi bu narsa? Ikkala taraf ham, jang qilayotgan ikkala taraf ham tinch aholini qirishda bir-ikkinchisidan qolishmagan. Minglagan tonna bombalarni tinch aholining ustiga yog'dirishda ikkalasi bir-ikkinchisidan qolishmagan. Ikkala taraf ham insoniyat zotini qirgan, odamzod zurriyotini tomirini qirqigan, binolarni vayron qilgan, odamlarni surgun qilishdan tashqari. Mana shu ikkinchi jahon urushi, birodarlar, insoniyatni haqiqiy ma'nodagi katta bir musibati edi. Yana bu qirg'inbarot urushlarni qaysi mamlakatlar olib borgan? O'sha davrda ham, hozir ham madaniyatli degan Sovet ittifoqi, Amerika, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Fransiya, Britaniya. Ular hozir ham peshqadam mamlakatda taraqqiy topgan o'sha paytda ham. Endi mana shu mamlakatlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni xonxo'rlikda hamda zulmda ayblaydi. Qanaqa madaniyatni gapiryapti bular? Qanaqa bir taraqqiyotni gapiryapti bular? Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni taniymiz ekan, birodarlar. Hatto rahmat bo'lmaydigan jang maydonida Rasululloh rahmat ko'rsatyapti. 100 tadan 1,5 ta odam o'tyapti. Bularda 100 ta odam qatnasa 350 ta odam o'lyapti. Tinch aholini qirib tashlayapti bular. Xonxo'rlikda, irhobda kim ayblayapti bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Kim xonxo'r, kim zolim, kim tajovuzkor? Agar haqiqatni ko'rishni xohlagan odam bo'ladigan bo'lsa, yuqorida keltirilgan raqamlarga yana bir quloqdan tutib qo'ysin. Yo'q, endi raqamlarga qarab fikr qilgan aql egasi haqiqat qayerda ekanligini topadi. Ammo kim o'zi uchun ko'rlik bilan karlikni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu o'zining ixtiyori. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rahmati hayotning har bir bosqichida yaqqol ko'zga tashlangan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ey Muhammad, biz sizni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik deganda Parvardigorimiz naqadar haq ekaniga yana bir marta guvoh bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.